Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mana biz bugun navbatdagi amaliyot kunimizni boshladik Geodiza fandan. Shu o'rinda bizni qiziqtiradigan oramizda mana ustozimiz Rajabboy Maqsud aka kelgan. Ustozni agar tarixiga nazar soladigan bo'lsak, o'qituvchilik faoliyatida mana staji 46 yil bo'libdi. 46 yildan beri mana shu universitetda o'zini mehnati bilan mana respublikamizga mana shu soha bo'yicha yutuq kadrlarni tayyorlab beryapti. 46 yildan beri mana amaliyotga kirib, hozir ustozga bir qiziqtirgan savollarni bersak, ya'ni mana shu amaliyot jarayonida va hozirgi kundagi shu paytga ishlab kelayotgan, ishlab kelib yutuq kadrlar chiqargan shu to'g'risida qisqacha bir ma'lumot. Ustoz, hozirgi kunda mana biz navbatda geodiza fani amaliyotda yuribmiz. Mana shu amaliyot to'g'risida bir qisqacha o'zingiz fikringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Hozir mana O'tkirbek aytganidek amaliyotda yuribmiz geodiza fanidan. Bu amaliyot bizlar shu institutga kirganimizdan buyon amaliyot darslarini dalada o'tamiz. Men masalan o'sha o'qish jarayonida 78-yilgacha o'qigan bo'lsam, 5 yil davomida mana shu joyda kelib bizga geodizadan o'quv amaliyoti, ishlab chiqarish amaliyotini o'tadik. Undan keyin ishlash jarayonida 1980-yildan boshlab shu joyga yer tuzish, yer kadastri fakulteti, gidromelioratsiya fakulteti, gidrotexnik inshootlari fakulteti talabalarini olib kelib, mana shu poligonimizda, unda poligon mana pastda Axunboboyev mahallasida bo'lardi, Qarasuv poligoni deb aytilardi. O'sha poligonda bizlar o'quv amaliyotini o'tardik. O'tish jarayonida hozirgidek sharoitlar bo'lmagan. O'sha teodoretlarimiz, nivellarimiz ham oldin Sovet davrida chiqqanlardan foydalanardik. Undan tashqari bizlarga o'sha ishlayotgan paytimizda sharoitlar, yashash joylari bunaqa binolarda bo'lmagan. Bizlar o'sha vaqtinchalik qo'yiladigan palatka deymizmi, o'tov deymizmi, o'sha o'tovlarni o'rnatib shunda yashash bo'lgan. Bir oy davomida o'tardik. Hozir ham mana bir oy davomiga o'quv amaliyotini o'tyapmiz. Mana yashash sharoitlari yaxshi. Hammasi ishlash jarayonida yangi geodezik priborlardan foydalanyapmiz. O'sha hozirgi vaqtda ishlab chiqarishda ishlayotgan ko'p rahbar xodimlarimiz o'sha shu joyda o'quv amaliyotini o'tgan. Agar misol keltiradigan bo'lsak, o'sha universitetimizning professori Asrar Yangiyev shu yerda praktika o'tagan. Keyin o'qituvchilarimizdan, dotsentlardan Xidirov Sanatbek, Sherzod va kaza ko'pchiliklari o'tgan. O'zimizning fakultetimizning dekani bo'ladi, kafedra mudirlari bo'ladi, ishlayotgan dotsent o'qituvchilarimiz ham mana shu joylarda o'quv amaliyotini o'tagan. Ko'plari Charvoq o'quv poligonida o'tgan geodiza amaliyotini. Mana prezident qaroriga asosan o'sha o'quv amaliyotlar to'g'risida qarori chiqqan. Shunga asosan hozir yanada ham o'quv amaliyotlarini 1 oy emas, 2 oy emas, 3-4 oy qiladigan bo'lib qaror asosida hozir yangi dastur asosida o'quv ishlari olib boryapti. Mana mening yonimda o'sha yer kadastri fakultetining 2-bosqich talabalari bor. Bular ham o'zlarining fikrini bildirsa, amaliyot to'g'risida yaxshi bo'ladi. Katta rahmat sizga. Endi mana shu yerda mana hozir bugungi kunda fakultetimizning yoshlari 2-kurs talabalari mana o'zini amaliyot davrini o'tayapti. Endi shu hozirgi vaqtdan foydalanib, mana shu yoshlardan ham hozirgi kunda universitetimizda mana shu amaliyotlarga berilayotgan nimalar bo'yicha savollar bersak. Mana o'zimni ham hozir siz aytib o'tdingiz, ustozlarni eslab, mana o'zim ham hozir sizni javobingizdan o'ylab qarasam 24 yil bo'libdi mana shu universitetda ishlaganman. Mana shu Yusufxonada 4 yil biz praktika yotib, praktika o'taganmiz geodiza fanidan. Rahmatli Nurmat Erkin aka, ko'pchilik ustozlar hozir ham eslaymiz. Mana o'rgatib, biz ham mana shu universitetimizda qolib, o'zimizni hozirgi kunda demak mana shu fan bo'yicha talabalarga o'zimizni bilimlarimizni berib boryapmiz. Shu yuzasidan kelib mana hozir oramizda yoshlar bor. Mana shu yoshlardan ham so'rasak, ya'ni an'anaviy va zamonaviy geodezik asboblardan foydalanish va mana shu amaliyot qanday bo'lyapti? Shuning uchun mana oramizda Balobaxolaga o'qiydigan talabamiz bor.
demak mana shu amaliyot bo'yicha fikringizni bildirsangiz. Amaliyot bo'yicha fikrimni bildiradigan bo'lsam, amaliyot hozir zo'r etyapti. Hozir masalan bizlar taxometrda ishlayapmiz. Taxometrning vazifasi elektronniy nivellir, elektronniy teodolitlarni hammasini o'zida jamlagan. Bu hozir maydonni ham gorizontal, vertikal burchaklarni olib ketadi. Bizlarga birinchi priborimiz shu bo'lgan. Biz birinchi olgan priborimizdan mamnunmiz, bizga yoqdi. Mana shu amaliyot bizlarga zo'r o'tyapti. Bir oy qolgan 25 kun ham zo'r o'tadi. Hozirgi amaliyotni tashkillashtirib bergan rektorimiz, dekanimiz, o'qituvchilarimizga rahmat. Demak, mana shu talaba qizlarimiz ham qatnashyapti. Keling shu talaba qizlardan ham mana shu amaliyot bo'yicha hozirgi kunda bo'layotgan o'z fikrini bildirsa. Nima deysiz? Mana oramizda Aziza talabamiz bor. Aziza, mana amaliyot bo'lyapti. Shu amaliyot bo'yicha o'zingni fikringni bildirsang. Men o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, bu yerga birinchi marta keldik. Sharoitlari juda ham zo'r, a'lo desak ham bo'ladi. Biz bu yerda oldin universitetda taxometrda juda kam ishlagan bo'lsak, hozir bu yerda taxometrni yaxshi darajada a'lo desak ham bo'ladi. O'rgandik. Biz hozir ikkita poligon bo'yicha ishlagan bo'lsak, hozirgacha 178 nuqta olganmiz. Biz hozirda bu poligonimizni tugatdik. Keyingilarida nivellerdan foydalanamiz. Mana shu amaliyotda mana zamonaviy geodezik asboblarni ishlash nimalarni yaxshi o'rganyapsizlar. Mana shu amaliyot bo'layotgandan qanday nimangiz, kayfiyatingiz? A'lo darajadami? A'lo darajada. Biz juda ham zo'r o'rgandik. Bizga rahbarimiz biriktirilgan Bahodir aka bizga buni juda ham a'lo darajada o'rgatdi desak ham bo'ladi. Aziza, mana yana shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Mana shu poligonda mana amaliyot jarayoni tashkil etilgan, kayfiyatingiz qanaqa shu amaliyotda? Biz universitetimizda amaliy olgan, nazariy olgan bilimlarimizni bu yerda amaliy qo'llab boryapmiz. Biz kelajakda respublikamizda yetuk mutaxassis bo'lib yetishishimizga ishonamiz. Aziza, rahmat javoblar uchun. Endi hozir shu geodeziya fanidan amaliyot olib borilayotgan mana shu uchobniy poligonda, demak, biz ham bir vaqtlar, ya'ni 20 yil oldin talaba bo'lib praktikaga o'taganmiz. Praktikaga kelib, bu paytda biz an'anaviy teodolit, geodezik asboblardan foydalanamiz. Mana hozirgi kunda zamonaviy geodezik apparatlardan foydalanyapmiz. Shu o'rinda biz ham mana shu amaliyotni yuqori ruhda tashkillashtirgan universitetimiz rahbariyatiga, jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va bu amaliyot jarayonlarini ustoz yanada ko'p va davomiy bo'lishini, demak, taklif bildirib qolamiz.